Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi xizmat 5 mo'ynoqda ushul zdaniyaga parova отопление bilan pechka solib berdik inshaalloh. Bunday hovliga dele 2 radiator qo'yib berganmiz 15 talikdan bu. Bundan 15 talik bo'ldi, 20 talik. 16 talikdan ekoni. Bu komnataga 10 talikdan ekoni. Mana kirganda pechkasi ushul bo'lib, Bismillahirrohmanirrohim deb o'zimizdan pechkani ichiga kotel tig'ib berganmiz. Bu komnatalarga radiatorning keragi yo'q. O'zi sonon qilib jilib beradi. Poddeshkaga bundan koridordagi eshikni ochib qo'yishsa. Bu orqa javob bo'lib qoladi inshaalloh shunda. Pechka inshaalloh samotok ishlaydi. Motor chiqdi dela qo'yib qo'yaverdik. Motor faqat joqqan jo'qmiz. Suv aylanib keldi, buyursa. 15 minutga jetpadi. Bu komnataga dela radiator qo'yilmaydi. Dushqa bir radiator qo'yilgan. Imla komnataga dela bir radiator qo'yilgan buyursa. Kimga shunday xizmatlar qiziq bo'lib, kerak bo'lsa, baylanishli nomerlar 559 62 62 42 ga WhatsAppdan chiqasizlar. Pochtatga xatlab qo'yib inshaalloh so'roq qilib jasab beramiz.